hozir so'zlaydiganimiz Microsoft'ninki program ish sohasidagi dastlabki program o'rgangichlar intayin ko'p qo'llanadigan yumshoq detali, ya'ni programma tili VB 6.0. Ya'ni Visual Basic 6.0 deb qo'yamiz. Ham qo'zg'atishda boshlash tizimiga kirib, shu programmalarning ichidan qo'zg'atsak bo'ladi. Qo'zg'atish ijro vujudini chekib qo'zg'atsak bo'ladi yoki ekran yuziga tiz qo'zg'atish altini chiqarib qo'yaptiq-ku, uni qo'shib kelib qo'zg'atsak bo'ladi. Ham buni qo'zg'atgan vaqtida tunjulab yangidan bir programma qurish qarshilish ko'ziniga yechiladi. Buningda mendaq 3 tal kart bor. 3 tal kartning ichidan biz dastlabki qadamda shu yangi qurishning ichidagi o'lchamlik ijro vujud qurish degan bir temani asos qilib turib so'zlaymiz hozirgi shu butun darsligimizda. Ham siz shuni tanlab yechish buyrug'ini ijro qilsangiz, ya'ni bir o'lchamlik program yozish ramkasi qo'zg'aladi. Biz yangidan bir o'lchamlik ijro vujud qurgandan keyin qarasak mayda forum 1 deb bir tal narsa chiqib shundami? Ya'ni programmaning ichidagi ko'znak 1. Ham buni bilan birga butun maydonda bizga lozimli bo'lgan qurol, kontrol, xoslik yoki bo'lmasa boylik boshqarg'ish degandeklar avtomatik ko'rinib turadi. Ham buningki hammasining o'z oldiga alohidligi bor. Ma ustidagini biz tizimlik qurib, buni ko'p ko'rib ketdik-ku, Flash'dan ko'rdik, Photoshop'dan ko'rdik yoki boshqa yumshoq detallardan ko'rdik. Ikkinchisi bo'lsa doimli qurol qura. Masalan, yangidan bir o'lchamlik ijro vujudidan birini, masalan, mashinaning ichiga yana bir forumni qurmoqchi bo'lsam, forum 2 deb Gongchungning ichiga Gongchung 2 deb mayaga, ya'ni program 2 deb forumda yana birisi qurildi-ku. Yana birini qurmoqchi bo'lsam, yana degandek mushundaq doim ishiltilgan qurollar bor maya. Saqlash, yechish, o'chirish, printlash, ijro qilish deganga o'xshash. Endi bo'lsa qurol sandig'i, Flash'dagi o'xshashlam. Ya'ni doim ishiltilgan kontrollar. Biz endi mana qurol demasdan kontrol deymiz. Chunki buningki o'z oldiga ayrim roli va ham mushning orqali biz ashti Flash'dagidek narsalarni ishlay olamiz. Yoki bo'lmasa boshqa yumshoq detallardagidek narsalarni, masalan, konopka, tahrirlash ramkasi, rang o'zgartirish ramkasi degandeklarni mushning orqali biz ishlab chiqamiz. Shunga buni biz kontrol deymiz. Jami bir dona yo'tkash quroli 20 dona xos kontrol dastlabki qadamda ta'minlab berildi. Ya'ni bu sanab kelsak 21 ma'no bilan. Bo'lsa boylik boshqarg'ich. Ya'ni mushu sizning maydoningizda qanchalik boyligingiz bo'lsa yoki bir narsalarıngiz bo'lsa, mush o'rinda chiqib turdi demakchi. Ya'ni hozir forum 1dan bir tanlan bor mana. Forum 1dan bir tanli qoldi deb mashaydan chiqib turdi. Agar mayada mundaq jutib ketib qolsa, biz mana qo'shib kelib chiqaramiz. Bo'lsa navbat tanlagan narsalarning xosligini ko'rsatadigan xoslik ramkasi. O'ttirdikisi. Bo'lsa ekranning ichida mush ko'znak nada ko'rindi, mush narsa hozir nada qo'zg'atsam qayerda ichiladi deganni ko'rsatadi. Ekranning usti bujak ekan-ku ma'va. Agar men mana osti bujakka kelib qo'yib qo'zg'atsam, osti bujakda ko'rinyapti-da, abimaya chiqqanda mushundaq narsalarni ko'rsatadi. Ham bu mush umumiy ko'rinish jihatda elib aytganda, hozir bizga dastlabki qadam ta'minlab bergan narsa tizimlik qura, doimlik qurol qura, kontrollar supsi, boylik boshqarg'ich, xoslik ramkasi va ekran ustininki shu navbatdagi programning qo'zg'alish o'rnini belgilaydigan ko'znakninki o'rnini belgilash, koordinatni belgilaguvchi